Xo'p, assalomu alaykum hurmatli hamyurtlar, hamqishloqlar. Kredit masalasi bo'yicha hozir bitta holat bo'ldi. Mashinangizda juda ham ko'p kartalarimizga kirib pulimizni yechib olayotganligini guvohi bo'lib turibmiz. Albatta buni nazorat qilishimiz kerak. Bilganimizni aytishimiz kerak. Bilmaganlarga shu ko'proq katta yoshdagi pensioner odamlar, yoshlar ham baribir ishonib qolishyapti. Hozirgi damda momentda bo'lib turgan shu kunlarda ichida bir kishi kartasiga pul tushgan, kartasidan pul yechib oldi. Orqasidan mashinangizda telefon qilib, "Falonchi, pistonchi sizmisiz?" "Ha." Hop, siz kreditingiz bor ekan, shu 780 mingmi, 800 ming to'lang, kartangizdan yechib olamiz, shu bilan kreditingiz tugaydi desa, yugurib kelib oldimga kelib uchradi. Uchragandan keyin men bee'tibor bo'lmasdan e'tiborda bo'ldim, lekin bee'tibor bo'lishim ham mumkin edi. 800 ming olib, kartasiga tashlab berib, uslugasiga o'zim pulim ishlab, ishimni davom ettirishim mumkin edi. Yo'q, to'xtang dedim. Pasportingizni bering dedim, pasportini olib keldi. Nomidan davlat markazlarining o'sha Maygo xizmatiga kirib ko'rdim, arizalarni ko'rsam hech qanaqangi yo'qda, kreditlashtirilmagan, hech qanaqangi bunga kredit olinmaganda. Olinmaganda juda ham xursand bo'lib, misol rahmat aytib chiqib ketishdi, lekin shu narsani ozgina e'tiborda bo'laylik, ham qishloqlar, ham yurtlar, hammamiz oxirgi shu raqamlashtirishdan keyin bo'lgan holatlar hammaga ayon. Ko'pchilikning kartasidan pul yo'qolyapti, albatta. Bee'tiborda bo'lmasak yaxshi bo'ladi. Men hozir shu holatda telefon orqali qanday qilib kreditni belgilab, berkitib qo'yish, hech kim siz xohishingizsiz kredit olmasligini telefon orqali bajarib ko'rsataman. Agar eplolsangiz shu holatda qilib oling, agar bo'lmasa kelsangiz albatta qo'ldan kelganicha sizlar uchun xizmatda bo'lamiz. Kredit markazimiz Namangan tumani Xo'jaqishloq markazida. Marhamat, videoni davom ettiramiz. Videoni oxirigacha ko'rib, like bosadigan bo'lsangiz like bosasiz. Kimdir do'stlariga jo'natmoqchi bo'lsa, do'stlariga jo'natsa, shu video foyda bo'lsa, xudo xolasa bizga ajr savobliga erishamiz. Assalomu alaykum hurmatli do'stlar. Mana Maygo degan prilojeniyani shunda tortib olamiz. Xuddi shu holatda telefoningizda turgan bo'lsa, shu yerga telefonni yo'q, shu yerda pasportingizni kirgizasiz. O'zimnikini misol kirgizaman. Shu holatda yuzi so'raydi. Kameraga yaqinroq keling. Tani bo'lmaydi dedi. Boshqatdan sinab ko'ramiz. Mana identifikatsiya. Mana o'tdik. Bu yerga raqam kirgizamiz. Любой odam xohlagan raqamni, to'rtta raqam kirgizib qo'ysa bo'ladi. Bu Maygoga kirish har bir odamni bilishi kerak bo'lgan bu prilojeniya. Shu holatda mana xizmatlarga kirib turib kreditni bosamiz. Kredit bitimiga, tizimiga taqiq qo'yish yoki taqiqni olib tashlash. Buni bosamiz. Xizmatdan foydalanish bosamiz. Boshlangandan keyin mana kredit bitimini tuzishga taqiq qo'yish holati. Kredit bitimini tuzishga taqiq qo'yilmagan deb mana qizilda turibdi. Mana o'zimnikini men taqiqqa qo'yaman. Tasdiqlash bosaman. Mana identifikatsiyadan o'tdi, xudo xolasa. Mana. Xo'p, kredit bitimini tuzishga taqiq xizmati faollashtirildi deyapti mana. Endi meni ruxsatimsiz hech kim kredit ola olmaydi. Xuddi shu holatda telefoningiz orqali bajarilgan ishni sizga tashladim. Albatta ko'rib do'stlaringizga yuborib qo'yasiz.